Bugun biz sinfdoshlar bilan birga dachaga chiqamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Aytgancha biz 9 ta bo'lib, ikkita pravasi bor o'rtog'imizning mashinasida ketdik. Birinchi yo'limizda benzin qo'yib oldik. Keyin bo'lsa yo'limizda davom etdik. Bu vaqtda biz bo'lsa yo'l qoidasini buzganimiz uchun Gaiga tushdik va bu yerda yarim soatdan oshiq vaqt davomida qolib ketdik. Shu bilan biz sekin yana yo'lga chiqdik va Korzinkaga bozorlik qilish uchun ketib bordik. Kerakli hamma narsa suv, sineklarni olgan holda dacha tomon yo'l oldik. Ancha-muncha suvni bo'lib ketib o'ylaganimizdan ko'ra, mana cheklarni ham ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Dachaga sal vaqtliroq kelib qo'yganimiz uchun tashqarida kutib turishga majbur bo'ldik. Orada ozgina sho'xlik ham qilib turdik, lekin hech kimga zarar yetgani yo'q. To'xtanglar, shu yerda videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mana dachaga ham kirib oldik. Endi bo'lsa ovqatga tayyorgarlik. Biz shashliklarni siqlab berdik. Keyin uni o'zimizning shef povurimiz pishirib berdi. O'zi har bitta guruhda shunaqa oshpaz o'rtoqlar bo'ladi. Mana bu shashliklarning turishini qaranglar. Qo'li dard ko'rmasin. Ovqatlan bo'lib, kompyuter o'ynashga ham o'tirib ola qoldik. Xullas, maza qilib dam oldik. Ayniqsa men.